Enzo Fernandes Chelsea bosh murabbiyi tomonidan tarkibdan chetlashtirilgan edi. O'sha murabbiy keyinchalik ishdan olindi. 4 kun o'tib esa Fernandes Chelsea'ni Angliya Kubogi finaliga olib chiqqan golni urdi. Finalda Fernandes to'qnash keladigan klub esa yozda uni sotib olmoqchi. Bu orada Manchester City'ning yarim finaldagi o'yini chiqmay qoldi. Guardiola tarkibda 8 ta o'zgarishni amalga oshirdi. Ikkinchi darajali ligada o'ynaydigan Southampton o'yin tugashiga 11 daqiqa qolganida Wembleyda 1-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Keyin esa hammasi joyiga tushdi. Doku rikoshet bilan birinchi golni urdi. Keyin esa Gonzales uzoqdan qadab qo'ydi. 5 daqiqada 2 ta gol. Manchester City finalda qatorasiga 4-Angliya Kubogi finali. Tarixda hech bir klub hali bu ishni eplay olmagan. Lekin bu haftaning asosiy hikoyasi bu natijalar emas. Phil Foden Wembleyda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Mart oyidan beri birinchi start edi. 60-daqiqaga yetmay Guardiola uni o'yindan oldi. 2024-yilning eng yaxshi futbolchisi esa norozi holda maydonni tark etdi. Va yana Wembley stadioni to'lmadi. 20 mingdan ortiq o'rindiq bo'shab yotgan edi. Manchester City muxlislari Guardiola bilan bu stadionga hozirgacha 23 marta borishgan. Har safar boraverganidan keyin qizig'i ham qolmagan shekilli. Angliya Kubogi finali prevyusi Manchester City Chelsea'ga qarshi 16-mayga yaqin chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun albatta ta'qibda qoling. Kubok musobaqalaridagi muvaffaqiyat Premier Ligadagi omadsiz mavsumning o'rnini qoplab bera olmaydi. Lekin uni yopib turishi mumkin. Chelsea finalda, Enzo Fernandes esa g'alaba to'pini kiritdi. Manchester City esa uni sotib olmoqchi.